Bu videoda men aytadigan shaxsingiz qandayligini aniqlashda yordam beradigan 4 ta test mingdan ortiq o'quvchilarimga o'zlari uchun ideal kasb topishlarida yordam bergan. Lekin bu testlar ingliz tilida, ayrimlari esa pullik. Bu videoda men sizlarga bu testlardan bepul foydalanib, ingliz tilisiz, to'liq o'zbek tilida test topshirishni o'rgataman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki bular qanday testligini, bir-biridan qanday farq qilishini va test natijalarini olgandan so'ng nima qilishni bilib olasiz. Bugun biz sizlar bilan kasbiy yo'limizni topishdagi qo'llanadigan usullar to'g'risida gaplashamiz. Ehtimol ko'pchiligingiz o'zingizdan menga qaysi kasb mos yoki kelajakda nima bilan shug'ullanishim kerak deb aytgandirsiz. Shuni unutmangki, kasb tanlash ijtimoiy talablar orqali yoki ota-ona nima deyishi orqali, ota-ona nima xohlashi orqali emas, balki o'zingizni xohishlaringizdan kelib chiqib va o'zingizni qadriyatlaringizdan kelib chiqib amalga oshiriladi va shunga qarab siz o'zingiz xohlagan kasbni tanlaysiz. Sizlarga o'zimni tajribamdan kelib chiqib gapiradigan bo'lsam, o'zim talaba bo'lgan paytlarimda o'zimni juda ham ko'p sohalarda sinab ko'rganman. U SMM bo'ladimi, e-commerce bo'ladimi, turizm bo'ladimi, juda ham ko'p sohalarda loyihalar qilib ko'rganman va shuni natijasida oxiri o'zim sevgan kasbni topganman. Sizlarga aytmoqchi bo'lgan narsam, bu muammo har bitta talabada bor va siz yolg'iz emassiz. Lekin siz bu muammolardan umuman xavotir olmasligingiz kerak, chunki kurs davomida sizlarga aynan bu muammoni qanday yechish va o'zingiz xohlagan kasbni qanday topish yo'llarini o'rgataman. Bugungi darsimiz ilmiy tadqiqotlarga asoslanmagan, lekin o'zingizni kasbga moyilligingizni aniqlash uchun turli xil usullarni o'z ichiga oladi va buni siz shunchaki axborot vositasi sifatida ko'rishingizni istardim. Keling, o'zi kasb tanlashda bizning xarakterimiz qanday rol o'ynashi to'g'risida to'xtalib o'tsam. Tasavvur qiling, siz ko'p vaqt davomida ofisda ishlashni, tartibni va hamma narsani reja orqali qilishni yaxshi ko'rasiz. Shundan kelib chiqib, ehtimol sizga menejment yoki muhandislik sohalari to'g'ri kelishi mumkin. Agarda siz ijodni, kreativlikni ko'proq yoqtiradigan bo'lsangiz, balki sizga grafik dizayn yoki marketing rollari to'g'ri kelishi mumkin va siz shu kasblarda muvaffaqiyatliroq bo'lishingiz mumkin. Ushbu shaxsiyat testlari orqali siz qaysi kasblarga ko'proq moyilligingiz va qaysi kasblarda ko'proq muvaffaqiyatga erishishingiz usullarini yaxshiroq tushunasiz. Xo'sh, hozirda kasbiy yo'lni aniqlashning eng mashhur usullari qaysilar? Hozirda butun dunyoda turli xil karyera markazlari va juda ham katta korxonalar turli xil shaxsiyatni aniqlash testlaridan foydalanishadi. Bu testlarni men o'zimning mingdan ortiq o'quvchilarimni sinab ko'rganman va bu testlar ularga o'z kasblarini topishda yordam bergan. Yana bir bor eslatib o'tmoqchiman, bu testlar sizlar uchun faqatgina axborot vositasi sifatida berilmoqda. Birinchi test bu 16 personalities. Hozir sizlar bilan bu testni qandayligini ko'rib chiqamiz. Bu test shaxsni 16 xil tipga bo'ladi. Ushbu tiplar sizni energiyangiz qanaqaligini, qarorlarni qanday qabul qilishingiz va atrof muhitni qanday ko'rishingizga asoslanadi. Masalan, ko'rib turganimizdek, architect, ya'ni INTJ bu insonlar strategik rejalovchi insonlar hisoblanadi yoki bo'lmasam pastroqqa tushganimizda, ya'ni kreativ insonlar mavjud. Misol uchun ISTP yoki ISFP, ya'ni bular turli xil kreativ rejalarni amalga oshiruvchi yoki kreativ kasblar bu insonlarga mosroq keladi. Ikkinchi testimiz bu MBTI testi hisoblanadi, ya'ni bu oldingi testga o'xshab ketadi, lekin bu test pullik hisoblanadi. Misol uchun siz $59 ga aniqroq rezultat olishingiz mumkin oldingi testdan ko'ra. Bu testlardan Fortune 100 ro'yxatidagi katta tashkilotlar, davlat organlari va kollej, universitetlar foydalanishadi. Ular bu testlardan o'z xodimlarini rivojlantirish yoki bo'lmasam ularda liderlik salohiyatini oshirish bo'yicha foydalanishadi. Uchinchisi bu DISC modeli hisoblanadi, ya'ni jamoaviy ish, muloqot va ish joyidagi samaradorligini oshirishda foydalaniladi bu testdan. DISC testini boshqalardan farqi bu sizni shaxsiyatingizni 4 turga bo'ladi, ya'ni dominantlik, ta'sirchanlik, barqarorlik va e'tibor turlariga bo'ladi va shundan kelib chiqib sizni tipingizni aniqlashda yordam beradi. Misol uchun, ta'sirchanlikka ko'proq moyil bo'lgan insonlar o'zlarini PR yoki savdoda sinab ko'rsalar, ko'proq muvaffaqiyatga erishishlari mumkin deb aytiladi DISC personality testda. 4-tavsiyam sizlar uchun bu Big 5, ya'ni 5 katta xususiyat hisoblanadi. Ushbu testda shaxsning ochiqlik, ekstravertlik, kelishuvchanlik va emotsional barqarorlik xususiyatlari aniqlanadi va baholanadi. Bu test ham pullik hisoblanadi, lekin men sizlarga hozir 5-si, ya'ni bepul bo'lgan testni o'rgatmoqchiman. Bu Truity testi hisoblanadi. Keling, sizlar bilan shu testni ko'rib chiqamiz. Bu yerda siz tepada aytilgan barcha testlarni bepulga topishingiz mumkin va o'zingizga to'g'ri keladigan testni topib, o'tib ko'rishingiz mumkin bemalol. Keling, testni yechishdan oldin biz sizlar bilan bu saytni Google tarjimon orqali o'zbek tiliga o'girishni o'rganamiz. Buning uchun biz tepadagi 3 nuqtani bosamiz, ya'ni Chrome brauzeridagi va ko'rib turganingizdek extension tugmasi chiqadi va shuni bosamiz.
Chrome brauzerimizda Google Translate chiqib keladi va mana bu tugmani bosish orqali uni yoqamiz va ishga tushirishimiz mumkin shunda. Extensionni qo'shganimizdan keyin Treaty.com saytimizga qaytamiz va uni o'zbek tiliga o'girish uchun sichqonchani o'ng tarafini bosamiz va ko'rib turganingizdek Translate to Uzbek tugmasi kelib chiqadi va uni bosganimizdan so'ng ko'rib turganingizdek test butunlay o'zbek tiliga o'girildi. Keling endi sizlar bilan qanaqa qilib bu testni ishlashini ko'rsatmoqchiman. Buning uchun siz shaxsiyat testlari bo'limiga kirasiz tepadagi va 16 turdagi shaxsiyat testi tugmasini bosasiz. Demak, 16 turdagi shaxsiyat tipidagi testni birinchi bo'lib ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Ko'rib turganingizdek, juda ham ko'p testlar berilgan bu yerda va ular ingliz tilida. Va bularni o'zbek tiliga o'girish uchun yana boyagi usulni qo'llaymiz, ya'ni sichqonchani o'ng tarafini bosib, o'zbek tiliga o'giramiz. O'girganimizdan so'ng ko'rib turibsizki, hammasi o'zbek tiliga tanlandi. Keling, men sizlar bilan hozir birinchi testni qilib ko'rsataman. Ya'ni men test tartibsizman yoki men o'zimni tartibga solaman. Bu 100% ham o'zbek tiliga to'g'ri kelmasligi mumkin tarjimasi, lekin siz mantiqiy o'ylab javobini topishingiz mumkin. Misol uchun birinchisi tartibsiz insonman demoqchi va ikkinchisi tartibli insonman demoqchi. Siz shundan o'zingizga mosini tanlaysiz. Ya'ni siz tartibli insonsizmi yoki tartibsiz insonsizmi? Misol uchun men o'zimni tartibli inson deb hisoblaganim uchun tartibli insonni tanlab ko'rmoqchiman. Yoki bo'lmasam keyingi testda ko'rib turishimiz mumkinki, men boshim bilan qaror qilaman degan, ya'ni men faqatgina faktlarga asosan miya bilan qaror qilaman demoqchi. Yoki bo'lmasam ikkinchisi esa men yuragim bilan qaror qilaman, ya'ni hissiyotlarga berilgan holda faqatgina emotsiyadan kelib chiqib qaror qilaman degandek berilgan. Qolgan testlarga ham xuddi shu yo'nalishda javob berib chiqasiz va oxirida shaxsiyat tipingizni aniqlovchi natija kelib chiqadi. Keling endi qanday qilib natijalarni olishingiz mumkinligi to'g'risida ko'rsatib beraman sizlarga. Buning uchun biz shaxsiyat kutubxonasiga kiramiz. Ya'ni ko'rib turganingizdek, bu yerda Myers-Briggs turlari mavjud va ularni bosganimizda turli xil shaxsiyat turlari kelib chiqadi. Va buni albatta har safar o'zbek tiliga tarjima qilib olishimiz kerak. Ko'rib turganingizdek, bu yerda juda ham ko'p shaxsiyat turlari mavjud. Misol uchun, maslahatchi, arxitektor, qo'mondon, vizioner, o'qituvchi va juda ham ko'p shaxs turlari mavjud. Keling, chempionni ko'rib chiqamiz. Misol uchun, ENFP, ya'ni bu aynan menga mos keladigan shaxsiyat turi. Men ENFP turiga mavjud insonman, ya'ni chempionman desa ham bo'ladi va meni shaxsiyat turimdan kelib chiqib ko'rishimiz mumkinki, bunday odamlar, ya'ni ijodkorlar bo'ladi, imkoniyatga ko'proq e'tibor qaratadi va yangi g'oyalar, yangi loyihalar va odamlar bilan ham yaxshi ishlaydigan insonlar hisoblanadi. Siz bu testlarni yoki ingliz tilida yoki o'zbek tilida yechishingiz mumkin. Agar siz ingliz tilida yechsangiz, sizga ancha bu testlarni tushunish osonroq bo'ladi va natija ham ancha aniqroq ko'rinadi siz uchun. Keling, bitta shaxsiyat turini ochib ko'rsataman. Misol uchun, ENFP. Kirganimizda yana ingliz tilida va albatta biz uni nima qilamiz? To'g'ri, o'zbek tiliga o'girib olamiz va ko'rganingizdek, bu yerda shaxsiyat turi nima ekanligi va bu shaxsiyat turiga qanday mashhur insonlar borligi, hamma ma'lumotlar berilgan. Misol uchun, boshqalar ENFP ni qanday ko'rishadi, ya'ni atrofdagilar sizni qanday ko'radi yoki bo'lmasam qanchalik shaxsiyat turlari kam uchraydi bu insonlarda. Va mashhur insonlar ham shu yerda berilgan. Misol uchun, Robin Williams va Kristen Bell, Jim Carrey, shunga o'xshagan mashhur insonlar ham aynan shu shaxsiyat turlariga mosligi ko'rsatilgan. Keling, endi aynan shu shaxsiyat turini karyera yo'llari to'g'risida ko'rib chiqamiz. Buning uchun biz ENFP martaba bo'limiga kiramiz va kirganimizda aynan karyera qiziqishlari kelib chiqadi bu bo'limda. Misol uchun, ENFP ish joyida o'zini qanday tutadi bu tipdagi insonlar va martaba statistikasi, ya'ni o'zini o'zi band bo'lgan insonlar, ya'ni freelancerlar ko'proq pul ishlaydi, ya'ni 9 dan 6 gacha ishlardan ko'ra. Jamoadagi ENFP, ya'ni o'z jamoadoshlari bilan uni qanday tutadi o'zini va yetakchi sifatida. Va albatta pastga tushilganda bu tipdagi insonlar uchun qanday kasblar to'g'ri kelishi berilgan. Misol uchun, o'yin kulgi sahifasida, ya'ni kreativlik sohasida ulardan aktyor, raqqos, xoreograf, musiqa direktori yoki bastakor shunga o'xshagan insonlar chiqishi mumkin. Yoki biznes va savdoni oladigan bo'lsak, misol uchun mablag' yig'ish, inson resurslari bo'yicha ishlash, ya'ni HR lavozimlari, bozor tadqiqotlari bo'yicha tahlilchi va shunga o'xshagan judayam ko'p kasblar kelib chiqadi. Misol uchun, sug'urta sotuvchisi ham va shaxsiy parvarish va xizmat to'g'risida ham berilgan. Misol uchun, veterinarlar kelib chiqishi mumkin ulardan.
fanlar, ommaviy axborot vositalari, ta'lim o'qitish kutubxonasi va juda ham ko'p sohalar berilgan va siz o'zingizga aynan shu sohalardan eng qiziqini, eng mos keladiganini tanlashingiz ham mumkin. Misol uchun, o'zimning tajribamdan kelib chiqib gapirsam, bu testni yechganimda, ya'ni ENFP bo'lib chiqqanman, oldinda aytib o'tganimdek, va bunda menga aynan inson resurslari bilan ishlash, ya'ni HR lavozimi to'g'ri kelgan va ko'rib turganingizdek, kasbim HR va kasbimni juda ham sevaman hozirgi kunda. Shuning uchun ham bu test sizga aynan o'zingizni kashf qilishda, karyerangizni aniqlashda yordam berishiga umid qilaman va o'ylaymanki, siz ham menga o'xshab o'zingizni yo'lingizni topasiz. O'zingizni kasbga moyilligingizni topganingizdan keyin, albatta bu kasblarni ustoz AI da o'rganishingiz mumkin. Hammangizga bu testlarni yechib ko'rishingizni tavsiya qilaman va bu testlardan kelib chiqib, o'z kasbiy yo'lingizni topishingizga umid qilaman. O'ylaymanki, bu testlar karyera yo'lingizni topishda sizga ancha yordam beradi va ko'maklashadi. Yana bir marta eslatib o'tmoqchiman, bu testlar 100% aniqlik darajasiga ega emas. Shuning uchun ham bu testlarni faqatgina axborot vositasi sifatida foydalanishingizni so'rab qolgan bo'lardim. Agar bu dars bo'yicha bilimlaringizni sinamoqchi bo'lsangiz, Ustoz AI mobil ilovasini yuklab oling. Darsga oid hamma havolalar video ostida berilgan. Keyingi darsimizda biz sizlar bilan rezyume yozishni noldan o'rganib chiqamiz.